Assalomu alaykum, hurmatli Bag'at Avtosentr kuzatuvchilari. Bugun 19 mart 2025-yil hammani kirib kelayotgan Navro'z ayyomi bilan Chilqamimizdan kollektivimiz nomidan tabriklaymiz. Salonda turgan mashinalarni bir qator obzor etib o'tamiz. 2024-yil 7,5 ming kilometr yurib turibdi. Metan birinchi nomer hamma o'zlari olingan. Narxi Navro'z ayyomi bo'lgani uchun 148 million so'mga tushirdilar egalari. 10 milyon so'm bilan avtokreditda chiqadi, oylik to'lovi 5 milyon 50 ming so'mdan tushadi 5 yil. Nomer olingan, metan qo'yilgan. Keyingi mashinamiz 2024 avtomat 1,5 ming kilometr yurgan. Bahosi 153 milyon so'mga tushirdik. 2 milyon so'm arzonlatdik. Bam shu metan hamma o'zlari bor, birinchi nomerdan olingan. Mashina ideal sosteniyada brendda qirchiq defekt yo'q. Barter variantimiz ham bor, kelsangizda barter ham deb kelishib beraveramiz. 10x 2023-yil 2-pozitsiya, lekin düzülgen mashina, qimmat chexol, evakor poliklar tashalgan, ablyusovkalar qo'yilgan. Propan pokoleniya, 4-pokoleniya propani bor. Narxi 138 milyon so'm. Agar narx olsa, yana bir so'm qaytib beramiz. Avtokredit olaman desangizda 12,5 milyon so'm bilan chiqadi. Oylik to'lovi 4 milyon 550 ming so'mdan tushadi 5 yil. Tayyor, yumshoq bo'lovlar ham bor. Pokoleniya propan ham endi bu yerda 5,5 ming so'm, 6 ming so'mga tushib qoldi. Propanni bosib haydab berasizlar. Metan ham arzon emas, 5 ming so'mga chiqadi metan ham. Keyingi mashinamiz 2023, 6 ming kilometr halol yurib turibdi. Style nomer olingan, metallari bor. Chexol ishlari to'shalib tayyor. To'liq metan solib haydab berasizlar. Bahosi 86 milyon so'm. Naqd pul bo'ladigan bo'lsa, buni naq olsa 84 milyon so'mga beramiz. Bitarilgan 84 milyon so'mga naq pula 23, kuzovi 24 Damas zo'r senal ekan. Ana 5 milyon so'm bilan chiqadi, oylik to'lovi 2 milyon 800 dan tushadi. Notarius Gaysa Denni. Keyingi mashinamiz bu satildi bu. 24-25 satildi. 1 milyon zalog tashab Toshkentdan yo'lga chiqdim deb akşam aytadilar, keltirdilar. Keyingi mashinamiz 2024 da olingan Darkman Blue, tek pasporti 23 lekin. Mashin 3200 kilometr yurib turibdi, benzinda. Sakadiske, Lük, ABS, Padagrep sidine, seti hamma o'zi bor. Bakoyim nolamagan bu? Yo'q, bakoying olmaydi ekan. Bahosi 180 milyon so'm bo'lsa berajaklar egalardan. Agar naqd pul bilan kelsangizlar, ustunda tartishib, kelishib, silayalli bo'lib olib beramiz. Avtokreditda chiqadi 15 milyon so'm bilan chiqadi ekan. Notarius Gaysa menimcha Denni 6 milyon 100 dan 5 yil chiqadi. Xo'sh, keyingi mashinamiz Nivay 84-yil, polni asfalt bo'lgan. Metallari bor. Mashina ideal holatda parkov taqib boshqatilgan emas. Hammasi zo'r turibdi, kontashkada turibdi. Razdatka peredok hamma o'zlari ishlaydi. Bahosi 30 milyon so'm deb aytib qo'yibdi egalardan. 202 ming yurib turibdi. Elde keyin polni tartadi. Yana kelishib beradi, 30 milyon so'm deb turibdilar. Avtokreditda chiqmaydi. Nexia 1 2001-yil 352 ming probeg yurgan. Pollukus. Mashin asfalt bo'lgan, zanjalar ishlangan. Narxi 33 milyon so'm deb turibdilar. Ustunda kelishib beradilar. 1,5 so'm yumshoq bo'lib, metan hamma o'zi bor buni ham. Avtokredit olaman desangizlar 18 milyon so'm bilan chiqadi. Notarius Gaysa Denni oylik to'lovi 1 milliondan 33 oyga chiqadi. Keyingi mashinamiz Matiz 2011-yil 102 ming probeg yurib turibdi. Zanjaylari, etaklari ishlangan. Bahosi 37 milyon so'm bo'lsa naqd pul berajaklar. 11 milyon so'm bilan chiqadi. Oylik to'lovi 1 milyon 600 dan 33 oyga chiqadi ekan bu. Barter variantimiz ham bor, kelsangizlar Tiko bilan ya barter etib beraveramiz. Keyingi mashinamiz 2024-yil 600 kilometr yurgan Darkman Blue Suite. Idealni, ya'ni do'nadan suvet, sayada qora, quyoshda ko'kim turib ko'rinadigan Hamilton suvet. 600 kilometr yurgan, birinchi nomeri 750 kilometr yurgan ekan. Birinchi nomeri olingan, bahosi 152 milyon so'm. Kelishib beriladi. Ustunda kelishib beriladi. Avtokredit olaman desangizlar, bu ham shu 13-14 milyon bilan chiqadi. Notarius Gaysa Denni oylik to'lovi 5 milyon 100 atrofi chiqadi. Paketalik yurmayan. 2019-yil 123 ming yurgan Gentra mexanika korobka.
Rollları Chevrolet rolla koyulgan, cruise control, multimedia rolla koyulgan. Metana bu kraskasi büferinden kraska yok. Cevap. Mecigar pultlarım var ekan. Yumuşak balonları orta holatda. Bahası 121 milyon soma düşürdüler. 121 milyon soma düşürdüler. 22 milyon som bilen çıkardı. Hafta kredide aylık to'lov 4 milyondan düşerdi. 5 yıla çıkardı ben. 19 ku bu 4 yıla çıkamıyor. 4 yıla çıkardı ekan. 4 milyondan 4 yıla çıkardı. Sen hurmatli obunachilar, like bosishni unutmaymiz, buni addenni chiqaramiz. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Shu aytganimizdek Navro'z ayyomida Xudo xolasa telefonni egasini topamiz. Sizlardan like.